O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2026-yil 9-apreldagi huquqiy madaniyat oyligini o'tkazish to'g'risidagi farmoyish ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning 17-18 aprel kunlari Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyi o'quvchilari uchun ma'naviy-ma'rifiy sayohat tashkil etildi. Dastlab o'quvchilar Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga tashrif buyurib, ushbu ta'lim muassasasida yaratilgan zamonaviy shart-sharoitlar, o'quv jarayoni hamda kursantlar uchun yaratilgan imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdilar. O'quvchilar Jaloliddin Manguberdi va Amir Temur xonalari, muzey, ma'naviyat, ma'rifat markazi hamda axborot resurs markazi faoliyatini ko'zdan kechirdilar. Ushbu maskanlarda berilgan ma'lumotlar o'quvchilarda tarixiy bilimlarni boyitish, vatanparvarlik tuyg'ularini kuchaytirishda muhim o'rin tutdi. Shundan so'ng o'quvchilar ichki ishlar organlari tarixiy muzeyida ham bo'lib, ichki ishlar tizimining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda fidoyi xodimlarning xizmat faoliyatiga oid eksponatlar bilan yaqindan tanishdilar. Muzeydagi materiallar orqali yoshlar ichki ishlar organlari xodimlarining mashaqqatli va sharafli kasbi haqida kengroq tasavvurga ega bo'ldilar. Tashriflar davomida o'quvchilar Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurib, yurtimiz hududida shakllangan boy ilmiy va madaniy meros, buyuk allomalarimizning jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasi bilan tanishdilar. Markazdagi noyob qo'lyozmalar, tarixiy manbalar hamda zamonaviy interaktiv ko'rgazmalar o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otdi va ularning dunyoqarashini yanada kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Mazkur tashriflar o'quvchilarning huquqiy bilimlarini mustahkamlash, milliy va ma'naviy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, vatanga sadoqat tuyg'ularini kuchaytirish hamda kelajakda ichki ishlar organlarida xizmat qilishga bo'lgan qiziqishlarni yanada oshirishga xizmat qilmoqda.